Salom do'stlar, kanalimizga xush kelibsiz. Bugungi videoda dunyodagi eng qiziqarli 25 ta faktlarni bilib olamiz. Agarda bu mavzu sizga qiziq bo'lsa, videoni oxirigacha tomosha qiling va albatta kanalga a'zo bo'lib like bosishni unutmang. Birinchi, dunyodagi eng katta durning vazni 6 kilogramga yetishi mumkin. Ikkinchi, 1913-yilgacha Amerikada yosh bolalarni pochta orqali yuborishga ruxsat etilgan. Uchinchi, qadimgi grek tilida din so'zini anglatuvchi so'z mavjud bo'lmagan. To'rtinchi, o'rtacha bulutning vazni 500 tonnani tashkil etadi. Bu esa 80 ta filning vazniga to'g'ri keladi. Beshinchi, shurup отвертка ixtiro qilingandan so'ng 100 yil o'tib ixtiro qilingan. Bu muddatga qadar esa отвертка oddiy mixlarni sug'urib olishda foydalanilgan. Oltinchi, Amerika do'konlarida eng ko'p o'g'irlanuvchi kitob Bibliya, ya'ni Injil hisoblanadi. Yettinchi, Amerikada ishlab chiqariluvchi tuzning 1/3 qismi yo'llarni muzdan tozalashda foydalaniladi. Sakkizinchi, Saudiya Arabiya hududida birorta ham daryo mavjud emas. To'qqizinchi, Antarktidada yagona Onyx daryosi mavjud bo'lib, u yiliga faqatgina 60 kun o'z oqimida harakatlanadi. 10. Meduzalarda miya, yurak, o'pka, qon tomirlari va yana ko'plab organlar shakllanmagan. 11. Dunyoda har kuni 60 ta odam millionerlar safiga qo'shiladi. 12. 17 asrgacha termometr ichini to'ldirishda konyakdan foydalanilgan. 13. Mushuklar umrini yarmidan ko'pini uxlash bilan o'tkazadi. 14. Limonning tarkibida qulupnay tarkibidan ko'proq qand moddasi mavjud. 15. Tovuqlarning havodagi eng uzoq parvozi 13 soniyani tashkil etadi. 15. Har yili yer yuziga 500 kilogramgacha Marsiya meteoritlari yog'iladi. 16. Yer yuzi o'z o'q atrofida to'liq aylanib chiqishi uchun 23 soat 56 daqiqa hamda 4 soniya zarur. 17. Yupiterda muntazam olmoslar yomg'ir bo'lib yog'ilib turadi. 18. Samodagi yulduzlarning soni yer yuzidagi barcha sohillarning qumlaridan ko'proq. 19. Dunyodagi faqatgina 7% odam chap qo'l hisoblanadi. 20. Inson o'pkasining o'ng qismida chap qismiga nisbatan ko'proq havo aylanadi. 21. Dunyodagi eng davolanishi qiyin fobiya, ya'ni qo'rquv, bu qo'rquvdan qo'rqish hisoblanadi. 22. Olmoslar yonish xususiyatiga ega hisoblanadi. 23. Sigir zinadan yuqoriga chiqa oladi, lekin qaytib tusha olmaydi. 24. O'rdaklar suv sathidan 6 metr chuqurlikkacha sho'ng'iy oladi. 25. Jirafa bo'ynidagi umurtqa suyaklarning soni inson umurtqa suyaklarining soni bilan teng hisoblanadi. Hamda bonus tariqasida tuyoqushlar soatiga 70 km tezlikkacha harakatlana oladi. Bugungi video shulardan iborat edi. Agarda video sizga biroz bo'lsa-da manzur bo'lgan bo'lsa, kanalga a'zo bo'ling, like bosishni unutmang. Keyingi videolarda ko'rishguncha